Faqat borib olib telefon, Ka'batullohga orqasini o'girib, Rasulullohning ravzalariga orqalab telefon bilan ovora. Tavba qani? Ertaga ibodat qani? Boshqa yer yuzini masjidlarida o'qilingan 100,000 rakatdan savobi ulug' deb turibdi. Nega ibodat qilmayapsiz borib turib? Borib kelayotganlardan so'rayapman. Rasulullohga shikoyat qildingizmi desam, salom etdim deyapti. Salomni ko'chadagi odamga ham salom etamiz-da. Shikoyat qilmadingizmi desam, nima shikoyat qilishim kerak? Ey Rasululloh, ey Allohning habibi, ey Allohning do'sti, men O'zbekiston degan diyordan keldim. Men bu yerga sayohat, tijorat uchun kelganim yo'q, sovg'a salom olish uchun kelganim yo'q. Meni bu yerga keltirgan narsa Allohga bo'lgan iymonim, sizga bo'lgan muhabbatim. Chunki siz qaysi bir zamonda, qaysi bir ummatim meni vafotimdan keyin kelsa ham tirikligimda kelgan bilan barobar degan ekansiz. Men sizni muhabbatingiz uchun keldim. Shu muhabbat meni tortib keldi. Men endi sizga shikoyatim bor. Ey Rasululloh, men bir oilani boshqaryapman. Farzandlarim Xudoni tanimaydi. Ichib yurganlari bor. Aka-ukalarim hali peshonasi sajdaga yetmagan, masjidga qadami yetmagan. Ayollarim ro'mol o'ramaydi, qizlarim ishton kiymaydi. Qancha yurtdoshlarim harom bo'lgan narsalarni ichib, chekib yuribdi. Shular ham musulmon. Ey Allohning rasuli, men sizga shulardan shikoyat qilib keldim. Shularga Xudo hidoyat bersin deb demadingmi desam, menga o'rgatmadingiz-ku bular ketishdan oldin dedi. Sen keldingmi men oldimga? Hajga ketyapman, nima qilay dedingmi? Rasulullohning tug'ilgan mahallalariga bordingmi desam, yo'q dedi. Hadicha onamning qabrlariga bordingmi desam, yo'q dedi. Hiro g'origa chiqib savurga chiqdingmi desam, 1 soatlik yo'l ekan dedi. Ey badbaxt, dunyoda mol uchun, pul uchun necha soatlab yo'llar yuribsan. Shu 1 soatlik masofani sen ayadingmi? Nimani joningni ayadingmi sen? Shu yerga Rasulullohning qadamlari tekkan deb borib duo qilmaysanmi? O'sha joylarda 2 rakat namoz o'qimaysanmi? Xalq haqiga, yurt haqiga, yurtboshi haqiga duo qilmaysanmi o'sha muqaddas joylarda? Seni shuning uchun yuboryapti-ku, shuning uchun imkoniyat berdi-ku senga. Borib sayr qilasan, borgandan do'kon. Yana birodarlarimiz aytadi, shunaqa odamlar bor, borgandan gostinsaga yotib oldi deydi. Bir marta ham chiqqani yo'q, qaytib keldik. Aeroportdan oyog'ini tagiga poyandozlar solib Pradolarda olib chiqib ketdi deydi. Hoji bu. U hoji Ka'bani ham borib ko'rmadi deyapti. Mana g'aflat. Qani Xudodan qo'rqish? Qani Xudo nimaga ularni o'sha gostinsadan chiqarmadi? Xudoy taolo uni dunyoda o'tkazgan umri uchun Ka'batullohni rashk qildi, undan qizg'ondi, uni ko'rgisini ko'rsatishni xohlamaganligi uchun. O'zimizda ham bugun masjidga bormayapmizmi? Bugun borib jamoat orasida namoz o'qiy olmayapmizmi? Bugun umrimiz o'sha ulfat alkashlar ichida o'tyaptimi? Xudoy taolo bizni qilib yurgan ishlarimiz sababidan masjidga qadamimizni bosishni xohlamayapti. Bizni borg'izmayapti, shuning uchun bora olmayapmiz. Qani qo'lingizdan kelsa borib ko'ring-chi.